Siz qachonlardir telepatiya san'atiga ega bo'lishni va bir so'z ham aytmasdan boshqalar siz haqingizda nima o'ylashlarini nazorat qilishni istaganmisiz? Ehtimol insonlar bilan sizni eslab qoladigan darajada qat'iy ishonch bilan gaplashishni istarsiz. Xo'sh, buning uchun allaqachon turli psixologik hiylalar mavjud bo'lib, ular sizga atrofdagilar bilan munosabatlarni va hattoki ularning siz haqingizdagi fikrini nazorat qilishga yordam beradi. Buning uchun hech qanday sehrgarlikning keragi yo'q. Shunchaki aql idrokning eski va bezarar nayranglari yetarli. Keling 10-raqamdan boshlaymiz. Sizni kimdir yashirincha kuzatib-kuzatmayotganini aniqlang. Tasavvur qiling, siz sinfda o'tiribsiz va orqangizda o'tirgan insonga yelkangiz ortidan qarab, uning derazaga qarayotganini ko'rdingiz. Lekin ishonchingiz komilki, u sizga qarab turganini his qilgan edingiz. Agarda haqiqatdan ham sizni kimdir kuzatayotganini aniqlamoqchi bo'lsangiz, esnab ko'ring. Yo'q, bu sirli kod emas. Lekin siz esnayotganingizda kimdir sizni kuzatib turgan bo'lsa, u odam ham o'zini ushlab tura olmaydi. Buni yuqumli esnash fenomeni deb ataydilar. Bugungi psixologiya jurnalida keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra, olimlar biz nima uchun boshqa insonning esnayotganini ko'rganimizda, o'zimiz ham esnashimizning aniq sababini hali aniqlashganicha yo'q. Biroq bu holat ham insonlar, ham shimpanzelarda ham kuzatilishini biladilar. Ba'zilar taxmin qilishicha ushbu fenomen insonning atrofidagilarga qayg'udosh bo'lish qobiliyati bilan bog'liq. Lekin haqiqiy sabab qanday bo'lmasin, inson boshqa birovning esnayotganini ko'rganda uning orqasidan takrorlaydi. 9-si. Nizoni ovqat yordamida bartaraf eting. Siz biror marta mazali burritoni jahl bilan tishlaganmisiz? Bunday holat sizda bo'lmagan bo'lsa kerak. Siz dastlab burger buyurtirmagan bo'lsangiz, albatta. Gap shundaki, ovqat insonlarni tinchlantirishning va vaziyatni yumshatishning yaxshi usuli. Masalan, siz o'z juftingiz bilan janjallashib qoldingiz va shu sababdan gaplashib olishingiz kerak. Uyga borishning yoki parkda sayr qilishning o'rniga restoranga boring. Siz buyurtirgan taomni olib kelishganda e'tiboringiz taom va muhim masala o'rtasida bo'linadi. Ovqat a'lo darajada insonni chalg'itadi va hattoki suhbatning diqqat markazini o'ziga qaratib, o'rtadagi keskinlikni bartaraf qilishi mumkin. Buning ustiga boshqa insonlar bor joyda nizolarni bartaraf qilish yanada qulayroq. Shinamgina restoranning o'rtasida bir-biringizga baqirib chaqirishdan siz hattoki urushayotgan emas, shunchaki hayajonli ilk uchrashuvda bo'lsangiz ham, ovqat sizda noqulay tanaffuslarni yengib o'tishga yordam beradi. Butun oqshom mobaynida kam tanish bo'lgan insonning ko'zlariga tikilib o'tirgandan ko'ra, diqqatni tarelkadagi tovuq bo'laklariga jalb qilgan afzalroq. 8. Insonni sizga ko'proq gapirishga majbur qiling. Sukut saqlash oltinga barobar deb aytishadi. Biroq insonni barcha bilganini gapirib berishga majbur qilish baxtli chiptani topib chiqarishga teng. Siz inson bilan gaplashgan chog'da undan siz umid qilgan chuqur o'ylangan javoblarni olmayotgan bo'lsangiz, suhbatdoshingiz gapirayotgan mahal biroz jim turishga harakat qiling. Savolingizni bering va jim turib qarshingizdagi odamning javob berishiga imkoniyat bering. Shunda suhbatdoshingiz bu sukunatni to'ldirgan holda gapira boshlashining ehtimoli yuqori bo'ladi va siz aralashganga qaraganda ko'proq ma'lumotni aytib beradi. Ishga kirish uchun suhbatda sizni eslab qolishlariga harakat qiling. Siz suhbat davomida qattiq hayajonlanasizmi? Balki siz minglab insonlar bilan suhbat o'tkazadigan kompaniya sizni eslab qolmasligi mumkinligidan hayajonlanayotgandursiz. Omma orasida ajralib turishning aniq yo'li bu seriyali joylashish ta'sir usulidan foydalanishdir. Uning g'oyasi shundan iborat: insonlar biror narsaning boshini va oxirini eslab qolishga hamda o'rtasiga unchalik e'tibor qaratmaslikka moyil. Tasavvur qiling, siz taxminan 10 soniya ichida xaridlar ro'yxatini eslab qolishingiz kerak. Siz ro'yxatning birinchi va so'nggi bir necha qatorini eslab qolib, o'rtadagilarni unutishingizni ehtimoli ko'proq. Shu sababli navbatdagi suhbatda uchrashuvning boshida va oxirida o'zingizni tanishtirishni va o'zingiz haqingizda gapirib berishni unutmang. Bu ham yordam bermasa, boshingizga g'alati shlyapa kiyib oling. Shunda sizni albatta eslab qolishadi. Bu hazil albatta, bunday qila ko'rmang. 6-si. Insonlar bilan yanada qalinroq aloqa o'rnating. Boshlang'ich sinflarda futbol va beysbol bo'yicha o'rtoqlaringiz bilan hamjihatlik tuyg'usi esingizdami? Buning sababi shundaki, birgalikda o'tadigan mashg'ulotlar mustahkam aloqani tezroq shakllantirishga yordam beradi. Shuning uchun agarda siz yangi munosabatlar yoki do'stlikni boshlamoqchi bo'lsangiz, kino yoki restoranning o'rniga qoningizni yugurtiradigan birorta joyga boring. Masalan, qoyalarga chiqish sporti bilan shug'ullaning yoki ko'ngilochar parkka yo'l oling.
Qonda adrenalin yuqori bo'lganda organizm endorfinlarni chiqaradi va bu kayfiyatingizni ko'taradi. Shu paytda mashg'ul bo'lgan ishingizga qiziqishingiz oshadi. Ayni paytda yangi tanishuvlarga ham sabab bo'lishi mumkin. 5-si, atrofdagilarning siz haqingizda bo'lgan fikrini nazorat qiling. Birinchi taassurot juda ham muhim. Bu oqshomdagi yangi uchrashuvlar bo'lsin yoki bo'lg'usi rahbar bilan tanishuv, biroq uni nazorat qilish usuli mavjud. Suhbatdoshingiz bilan gaplashish va bir-biringizni yaxshiroq tanish mobaynida orangizdagi umumiy biror bir nimani topishga harakat qiling. Masalan, ikkalangiz ham bir shaharda ulg'aygansiz yoki bitta universitetni yakunlagansiz. Endi suhbatdoshingiz siz haqingizda fikrini ushbu umumiylikdan kelib chiqqan holda shakllantiradi. Chunki bu to'g'ridan-to'g'ri u bilan bog'liq. Uning fikri yanada ijobiy bo'ladi. Bu usul ko'proq yorug'lik gardishining ta'siri nomi bilan mashhur. U ko'proq harakat va aniq ko'nikmalarni talab qilsa-da, bu siz endi tanishgan insonga meni seving, yaxshi ko'ring deb baqirgandan ko'ra ancha yaxshiroq. 4-si, insonga sizning ahamiyatli ekanligingizni his ettiring. Buni qilishning bir necha usuli bor. Inson bilan gaplashayotganingizda uning ismini aytib murojaat qiling. Siz notanish insonni oqshom kechasida yoki ish tadbirida ilk marotaba uchratganingizda, u o'zini tanishtirganidan so'ng unga ismini aytib murojaat qiling. Salom Yuliya, tanishganimdan xursandman. Insonning ismini suhbat davomida ishlatishda davom eting. Bu inson o'zini muhim va ahamiyatli his etishiga yordam beradi. Insonga o'zini o'zgacha his ettirishning yana bir yo'li jumlalarni takrorlash texnikasi. Misol uchun, dugonangiz do'konda u qidirgan non bo'lmaganligi haqida gapirganida uning orqasidan takrorlang. Rostdanmi? Ularda hattoki bunday non yo'q ekanmi? Buning natijasida inson siz uni e'tibor bilan tinglayotganingizga ishonchi komil bo'ladi. 3-si, inson sizga yordam berishiga majburlang. Ba'zan do'stlaringizdan yoki oilangizdan yordam so'rashga majbur bo'lasiz va bu yordam har doim ham yoqimli yoki qiziqarli bo'lavermaydi. Natijada yaqinlaringizning sizga yordam berish istagi tezda yo'q bo'ladi. Aytaylik, siz shaharda bo'lmagan mahal kimdir mushugingizni ovqatlantirib turish kerak. Sizga yordam bera olishlarini so'rash o'rniga yolg'on takam tanlov qilish usulidan foydalaning. Senga murzikni qaysi paytda kelib ovqatlantirish qulayroq bo'ladi? Ertalabmi yoki kechqurun deb savol bering. Inson imkoniyatim bo'lmaydi deb ayta olmasdan, o'zi uchun qulay paytni tanlashning ehtimoli ko'proq bo'ladi shunda. 2-si, insonlar sizga ishonishiga majbur qiling. Agar mening o'ylashimcha bu psixologik nayrang juda foydali bo'ladi deb aytsam, siz menga ishonarmidingiz? Agar men bu psixologik nayrang nihoyatda foydali deb ikkinchi marotaba aytsam, siz bunga kuchliroq ishonar edingiz. Shundaymi? Buning sababi shundaki, jumlaning boshidagi mening o'ylashimcha so'z birikmasi ikkilanish va jur'atsizlikdan darak beradi. Siz oxirigacha biror nimaga ishonchingiz komil bo'lmasa ham so'zlaringizda shubhalanishlariga yo'l qo'ymang. Dadil bo'ling. Bu daqiqadan boshlab do'stlaringiz va oilangiz bilan suhbatlashayotganda mening o'ylashimcha so'z birikmasi ishlatmaslikka harakat qiling. Ularni sizni jiddiy qabul qilishni boshlashlari yoki hattoki ustingizdan kamroq hazil qilishlari mumkin. 1-si, insonlarning diqqat tarqalib ketishiga yo'l qo'ymang. E'tibor bergan bo'lsangiz, siz telefonga qarab o'tirgan paytda suhbatdoshingizning gapini deyarli eshitmaysiz. Bu siz tinglamayotganingizdan yaqqol darak beradi. Insonlar gaplaringizga e'tibor berishlari uchun ular bilan suhbat davomida ko'zingizni ularning ko'zidan uzmang. Qarabsizki, muloqot yanada qiziqarli bo'ladi. Suhbatdoshlarning suhbat mavzusiga qiziqish ham ortadi. Ko'zlar bilan kontaktda bo'lish bu nafaqat insonning tinglashini ta'minlash degani. Shu bilan birga u sizga suhbat davomida ma'lum bir nazorat imkoniyatini taqdim etadi. Bironta g'oyalarni gapirayotganingizda o'z so'zlaringizdan ishonchingiz komil ekanligi yana bir bor isbotlanishiga hattoki ba'zan boshingizni qimirlatib turishingiz ham mumkin. Inson siz bilan boshini qimirlatayotganini payqasangiz, hayron bo'lmang. Kim bilsin, ehtimol bunday texnika sizga kimningdir fikrini o'zgartirishga yordam berar. Zo'r, shunday emasmi? Insonlar bilan muloqot qilishda yordam beradigan yana qanday hiyla-nayranglarni bilasiz? Videoda aytib o'tilgan usullardan foydalanib ko'ring va natijasini biz bilan o'rtoqlashing. Video siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, like bosishni va do'stlar bilan o'rtoqlashishni unutmang. Matnni Jasur Rahmon o'qidi. Nurli media mahsuloti.